Assalomu alaykum do'stlar. Avtomobilim YouTube kanalida yangi loyihani boshladik. Bugungi loyihamda 2013-yil 2-pozitsiya oq Cobalt sotib oldim. Cobaltni dehqondan 5000 AQSh dollariga sotib oldim va uni remont qilib bozorda sotaman. Avtomobilim kanalini kuzating, eng qizig'i hali oldinda. Mana Cobalt mashinasini sotib oldim. Birinchi kunda erta tongdan turib boshladim. Alhamdulillah. Ertalabdan yomg'ir shunaqa zo'r yog'averdi, havo salqin. Yomg'ir tinsa, kraskasini tekshirib olishim kerak. Egasi aytgan joylaridan chiqarmikin kraskasi. Demak do'stlar, egasi aytilgan joyda kraskalarini ko'rib olamiz. Mana chap tomonda kraska chiqmadi. Demak, to'g'ri yetibdi egasi. Oldi kapot ham radnoy o'zi turibdi. Ega to'g'ri yetgan. Bufur almashgan dedi. Buni ham to'g'ri yetibdi. O'ng qanotda kraska yo'q. Mana o'ng passajir eshigida petnosi bor degan edi. Mana petno ajrab turibdi. Demak, egani aytgan joylaridan kraska chiqyapti. Mana orqa eshikda almashtirganman eshikda dedi. Mana bu ham to'g'ri chiqdi. Orqa kirelga ham petnos yepilgan ekan, bu ham to'g'ri chiqyapti. Orqa bufer ham almashgan degan edi. Orqa bufer ham ajrab turibdi. Orqa kapot o'zini radnoy qoldirishgan ekan. Mana orqa kapotlar mana yaxshi turibdi. Tomda kraska yo'q mana. Agar kraska bo'lganda ajrab qolardi. Cobaltga rasvod qilishni boshladik. Mana ertalabda 4 ta yangi balon qo'ydim. Hadavoyini polni ko'rsatyapman. Amortizator, rezinkalarni almashtirib tashlaymiz. Bitta buni bizdan ekan ochib qo'yaman. Mana chatog'ini istaganda Ko'rsatib beraymi bitta? ko'rsatib ber bitta. Unda pilis bor. Va, chataq ekan bu. Demak, bu shumkaga ham ishonch yo'q ekan. Ikkinchi kuni qilgan ishlarimiz elektrikka olib bordim. Qonni provoda simlarini yangisiga almashtirildi. Oyna ko'taradigan pultlarni ko'rsatdim. Elektrik ishi qolmadi Cobaltni. Cho'tki qilib remont qildirdim. Xudo xolasa mana 3-kuni rasxodga yana kiryapmiz. Bugungi qiladigan ishimiz bu Cobaltimiz 2-pozitsiya ABS konditsioneri bor edi, lekin konditsioner ishlamas ekan, konditsionerga rasxod qilamiz. Shtobi sotib olgan odam maza qilib haydasin. Bu tutash belgisi yaxshi belgi emas. Ana Cobalt konditsioner trubkasi yirtilib ketibdi. Mana 13 yildan beri bu ishdan chiqqan. 260 mingga olindi. Cobalt borlar. 260 ming. Trubka. Radiatori 410 ming ekan. Cobalt mashinamizni konditsioner tuzaldi. Общий $100 расход ketdi. A cola copo si. A cramo
do'stlar, va nihoyat barcha rasxodlardan keyin mashinamiz finishga keldi. Ushbu Cobalt'imiz tayyor holatga kelishi uchun $340 rasxod qildik. Endi buni sotamiz. Qani bozor nech pulga ko'taradi? Nech pul foyda qilamiz? Mana shu 197 oq Cobalt'ni sizga $5700 ga sotdim. Shundan mana kraskasi, mana shu oldi eshikda ozgina, mana eshik, orqa kireldi. Ya'ni orqa bufer almashgancha orqaga yurayotib mashinani egasi turtib olganlar. Shu ayblarni aytdim men. Motor, balon, rasxodlarni qilib qo'yganman. Boshqa xudo xolasa boshqa joyda ishi yo'q, ha? Ya'ni motor yangi bo'lgan. Xijolati yo'q, ustayizga ko'rsatib olaverasiz mana. 5700 ga baraka bo'ldi. Mana aziz avtomobilim YouTube kanalini obunachilari, ushbu Cobalt'imizni $5000 ga oldik. 2013-yil, 340 ming probeg, kraskasi 3 ta detalda. Rasxodlarini qildik, $340 rasxod ketdi. $5340 ga bizga mashina to'xtadi va mashinani sotdik, egalarini topib $5700 AQSh ga sotdik. Shundan bizni foydamiz $360 foyda qildik. Yana bizni keyingi sonlarda kuzatishda davom eting. Avtomobilim YouTube kanali sizlar uchun xizmatda.